Assalomu alaykum gentlemen. Bugun sizlar bilan turmush haqida gaplashamiz. Abdulbosit, turmush o'rtoq tanlayotganingizda siz uchun eng muhim bo'lgan omil, faktor? Eng muhim narsa bu o'ylayman modesty, chunki har bitta inson baribir qachondir ketadi, modest bo'lib yurish kerak. Modesty, hayo, Kamtarlik. kamtarlik. Rahmat katta. Bobur Shoh. Va alaykum assalom. Biz bilamiz, turmush o'rtoq tanlayotganda 4 ta kriteriy bor. Shuning uchun ham shu 4 ta kriteriyni birortasidan tanlagan bo'lardim. Shu to'ralasi ham muhim deb bilaman. Mashalloh. Yo'q, to'g'risi, ayol kishini chiroyi uchun ham uylansa bo'ladi. Yomon emas. Boy bo'lsin nimaga? Uning uchun ham uylansa bo'ladi. Chiroyini sevasiz yoki bo'lmasam kelib chiqishini. Думаю, главное искренность, а остальное все приложится. Sizda bu 4 ta omildan qaysi biri bor? Ну, я самодостаточен, я красив. Просто sizga yolg'on gapirishgan. Qiynalaman, to'g'ri. Savoliy javob. It's her cooking ability because beauty leaves, hunger doesn't. Uni ovqat qila olish qobiliyati, chunki chiroy ketadi, lekin ochlik qoladi. Abdulbori. Hop, men bu akalar hammasini gapiga qo'shilaman va men fikrimcha eng muhim faktorlardan biri, o'zi bugun ham diskus qilgandik bu temani, diyonat. Hop, o'zi diyonat nima desa, hop, odam religious bo'lishi mumkin, dinni bilishi mumkin, unda ilm bo'lishi mumkin, lekin shu ilmga amal qilishlik bu diyonat. Hop, shu diyonat eng katta faktorlardan biri. Yaqinda bitta sitat o'qigandim. Ya'ni religiozniy emas, bogoboyaznenniy odamni tanlash kerak degan, ya'ni Integrity. ko'rinishidan haligi dindor odam emasda, haqiqatda Xudodan qo'rqadigan, zulm qilishdan qo'rqadigan-da, haqlarini ado etadigan. Ozodbek aka, o'zingizga ham xuddi shu savolni beradigan bo'lsak, siz uchun eng muhim faktorlar. Men uchun nomer 1 faktor bu Qur'on hifzi, ya'ni Allohning kalomi bilan aloqasi, u insonning necha bor yodlagan, Qur'on o'qiydimi,